Astagfirulloh va atubu ilayh. Birodarlar, tinimsiz aytish kerak bu kalimani. Xususan, mana ko'chada tijorat bilan yurgan, safarda yurgan birodarlarimizga shu aytadigan gapimiz shuki, o tasbih aytganida tasbih yo'qdir qo'lingizda. Namoz o'qisa desa sharoit yo'qdir, Qur'on o'qiydi desa iloji yo'qdir, lekin mana bu tilingiz jahiz ichida svobodni aylanadi-yu. Yurakdan ishonib turib, birodar, Robbimizning va'dasi bu. Ikkilanmaylik. Astagfirulloh va atubu ilayh 5 ta narsa bor bizga. Bu oyatda va'da qilingani, yana hadisda va'da qilingan narsalar ham bor. Demak, Hasan Basri 3 ta kasal bilan kelgan odamga istig'for eting deganda haq bo'lgan ekan u kishi. Bog'im qurib dedi, kambag'al bo'ldim dedi, yomg'ir bo'lmayapti dedi, uchalasiga nima dedi? Istig'for aytdi. Demak, haqida ekan. Umar ibn Hattob Parvardigor yomg'ir ber demasdan astagfirulloh